Aynan siz chegirma egasi bo'ldingiz. Kelayotgan Qurbon hayit munosabati bilan Galla oilasi sizlar uchun 4 kishi bilan harakatlanuvchi motorolimizni chegirma narxiga tushirib qo'ydik. Endi ham omadsiz bo'lmaydi jigar. Keling, bu motorolimiz bilan oldin birgalikda tanishib olamiz. Bu motorolimiz общий bir tonna uchun mo'ljallangan. Bortiga keladigan bo'lsak, 130 sm ga 140 bo'lib, 500-600 kilo yukni bemalol yuklasalaring bo'ladi. Bundan tashqari tomga bagaj qo'ying, 100-200 kilo yukni bemalol ikki ham qo'yib yursalaring bo'laveradi. Bu toychog'imiz motor miya quvvatiga keladigan bo'lsak, 1800 volt akkumulyator 72 volt 32 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta o'rnatilgan. Bundan tashqari shit ham bor. Moyka qilganda birorta yosh palla haydab ketmaslik uchun shit tashab bersizlar, bo'ldi. Motorol umuman yurmaydi. Qo'shimcha resurslar, amortizatorlar qo'shilgan. Yumshoq balonlarda. Keling, salonni birgalikda obzor qilamiz. Salonni 4 kishilikka mo'ljallangan. Sirenani olib tashlab, yomg'irlik, qorlik kunlarda yuklab bemalol yursalaring bo'ladi. Bundan tashqari salonning ichida multi-roll, katta monitor, Bluetooth kolonka, lok, ventilyator kutib oladi. O'tatishlarga nima deysizlar o'tatishiga? Eng qizig'i avtomat korobka. Jigar, qorlik, yomg'irlik kunlarda pechkani yoqib olib yursiz-a. Temmolik chegirmaga tushgan jigar. Galla oilasi sizlar uchun qayg'urishdan to'xtamaydi.